Bugun 20 yoshga kirgan bir o'g'avali kadın chiqibdi. Ner kadın chiqdi deymizlar? Erlik iqtidordan kadın chiqibdi. Bu sababi nima degan chig'imizda bu balada yenik darajadagi mushu suydik yo'li yollig'i bor ekan. Suydik echib ketgandek yoki suydik tomchilagandek degandek. Maz bezidami anda qo'rqinch darajada anda kasallik emas. Lekin endi o'sha tor dunyosidagi mushu KTVdan chiqqan buzuq rasvo qanjuqlar mushunda tashviqotlarda sizde mushunda alamet olsa erlikingiz yo'qaydi, munda qilsangiz iqtidoringiz yo'qaydi, anangiz o'qigan bo'lsangiz anda deganga o'xshash mushunda tashviqotlarning gapiga ishinib ketib, bu shunda qorong'u qonunsiz ochilgan davolash o'rinlariga borgan. Borgandan keyin bu balani kaplikanda voy sende yolliq egarkan deb seninki shu mazbizingni chayqab davolamasak bo'lmaydigan deb har xil simlarni tiqib cins yo'li orqali mazbizini chayqab yug'an. Undan keyin voy sening sezguvchanliging yo'q ekan, buni oqsilib yeb tiqmasak bo'lmaydi deb sezguvchanligini, erlik iqtidorninki sezguvchanligini yo'q tutgan har xil yiplarni tikkan. Shu sababdan bu bola 11-12 ming ko'ylak davolash qilibdi. Undan keyin bu bolada nima ahvol bo'lsak, asta-asta bu bola o'zininki erlik iqtidorinki cho't qolmaganligini shikoyat qilib menimga kelibdi. Bu shunga o'xshash bolalar nihoyatda bak ko'p. Endi tor dunyosida ma'lum bir kasallikning ismini atab turib deganimizga balkim siz 100% mushu kasallikka tushmasliginglar mumkin. Balkim shu kasal deb darajasiga 60%, 50% şu kasalliklarning alomat ko'rlarlik. Haqiqiy shu mazbiz yollig'i ekan, ya urug'dan tumuli agi bug'ilishibdi, ya börak iqtidori zo'r darajada to'lab ketibdi deyotganga, aniq diagnoz qo'ya olmaganlik faqat 50-60% alomati bo'lishi mumkin. Mushu alomatga asoslanliganda o'zinglarga diagnoz qo'yilib, qo'rqib ketib, shunda muntazam bo'lgan doktorxonalarga, ambulatoriyalarga bormay, shunda qorong'u ko'chalardagi endi bilak kasbdan shu tibobatga ya davolash sog'lomlikni asirga keltirish o'rinlarini ochib olgan tibbiy to'nga o'rnab olgan mal'ullarni yoniga borsanglar, sizlar ularninki rasmiy o'ljasiga aylanasizlar. Endi o'ylab boqinglar, bugun yanimga kelgan bu 20 yoshga kirgan qiron yigit o'zining erligini cho't yo'qotsa, bu farzandlik yuz ko'ra olamdi? Normal to'y qila olamdi? O'zingning aqlini obdan bir silkib o'tanglar. Kallangni obdan bir silkib o'tanglar. Endi tor dunyosidagi mushunda har xil tashviqotlarninki iziq turishi bilan nurg'ulg'an odamlar, bu yosh bolalar emas, cho'nglardan boshlab hamma bilan qaymoq qilib o'tamiz. Zot qaysi rost, qaysi yolg'on, qaysi haqiqiy, qaysi soxta ekanligini uqolmaydigan holat shakllanib qoldi. Shaxsan biz tib doktorlarma o'zimiz gumonlanayotgan holat shakllanib o'tdi. Shunga amal bor. Mushunda alomatlar ko'rilgan chaqda hukumat iqtidorligidagi doktorxona ambulatoriyaga biringlar. Yoki bo'lmasa jamiyatda ma'lum inovati bor, salohiyati bor doktorlarninki tiblarning yoniga berib, shu yerda kasal ko'rsatishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman.